Köpçülük yaxşımızlar. Ben Yeni Sarnaya, Yeni Yerisi'den. İsmim Ölemşah İsrail. Kesbim Dehqan. Ben bu yıl 30 mol kilimde buğday terişqa tayyorlik qilyapman. Hozir buğday terishninki halqılık mezgili. Ben şu vaqtdan foydalanib buğday terishqa atlanib ketdik. Hozir gezeglik ishlari mashinalashib ketdi. Burun kichik kesilaklarda kuniga 10-15 mol terg'il bo'lsa, hozir siyalklar cho'ng yo'q. Kuniga 100 mol teriydigan yerga yetdik. Buningda odam kuchini, vaqtni tejab qilib bo'lgan. Hozir temizlik surishni qo'llang'achqa har moyaninki mo 5 mahsulotga 500 kilodan ishib chiqadi. Bir necha yildan buyon buğdayning setilish bahsi muqim, ya'ni kelib davlatdan bergan to'liqlanma yuqori. Biz fan texnik orqali buğdayni boshqarib tersaqlan, o'zimiz qilgan kirim nihoyat yuqori. Tushdan burun 20 mol miqdordagi buğdayni terib bo'lgan. Tushdan keyin 10 mol atrofida buğday qildi. Men havoninki yaxshi paytini foydalanib 10 mol buğdayni terib olsam bo'ladi. Bununla yüzümüzdeki texnikler kelib, yakından yardımlaşıp, Avrupa'nınki seliniş çonkurluğu, seliniş miktarı, doğrulaş ahvali, müşterilerdə bana yetekçilik qilib, buğdayımdaki süpetlik, yaxşı terilişağa yakından yardımcı oldu. Bir metre yerden 120 hektar uru çıksa, ölçümlük ölçümde tutuşama. Santiye'den 61 tavır çıktı bana. Ben ölçümü teriptim. Menlam emas, başka bir kallamı terikçilik kılgan vaqtda yüzümüzün texnikleri 75 yılı verip, bizge texniklik mülazmet qilib, bizge hem texnik boyunca yer terishni o'rgatib, bizning hal qila olmagan masalalarimizni yakından hal qilib. Bundaq qilganda bizning buğday terishimiz texmo osonlashdi. Hozirdan boshlab buğdaylarimizni fan texnik orqali yaxshi boshqarib, kelar yilda 6 oyda yaxshi mahsulot terishga tirishamiz.